kuyov ham nima qilishni bilmay boshini ushlab o'tiribdi. Qabulimga juda ham yosh kelin va kuyov, ya'ni yangi qurilgan oila tashrif buyurishdi. Tekshiruvlardan so'ng yoshgina qizimizda tuxum hujayralar zaxirasi umuman yo'qligi aniqlandi. Shu kungacha buni o'zlari ham va oilalari ham tekshirishmagan bu qizchamizni va bilishmagan. Bu narsa faqatgina to'ydan keyin farzandlik bo'la olishmayotganlik sababli kelgandagina ma'lum bo'ldi. Kuyov ham nima qilishni bilmay boshini ushlab o'tiribdi, chunki yoshgina oila farzandlik bo'lishi uchun hujayra umuman qolmagan, уже yo'q bu qizimizda. Biz uni paydo qilib bera olmaymiz zaxira tugagandan keyin. Zaxira o'z-o'zidan hech qachon ko'payib qolmaydi. Kamayib ketgan, hujayra yo'q bo'lgan ayollarimizda nafaqat hayz ko'rishi, farzandlik bo'lish ham уже umuman ilojisi bo'lmaydi. Nimaga sizni oyingiz ginekologga olib bormaganmilar, tekshirtirmaganmilar, hayzingiz buzilishi boshlaganda desam, yo'q, keyinchalik yaxshi bo'lib ketadi, turmushga chiqsang yaxshi bo'lib ketadi yoki yana nima deyshadi, tug'gandan keyin joyiga tushib ketadi. Bu aslo noto'g'ri. O'sha turmushga chiqib, keyin tug'ruqgacha yetib bormaslik holatlari ham bo'lishi mumkin. Agar o'z vaqtida o'sha 16 yoshgacha hayz keldi, lekin undan keyin buzilishlar boshlandi. 3 oy, 4 oyda bir hayz ko'ryapti qizimiz. Lekin ona bunga befarq bo'lib, vaqtida ginekologga olib bormasa, nima sababdan hayz buzilyapti? Buni demak bosh miyada bo'lishi mumkin sabablari, gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin va boshqa holatlarni aniqlab, bunga oydinlik kiritib vaqtida chora ko'rsak, albatta bu narsalarni oldini olgan bo'lamiz. Turmushga chiqsa yaxshi bo'lib ketadi, tug'gandan keyin joyiga tushib ketadi deb yuradigan bo'lsak, mana shunaqa achinarli holatlarga va oilalarni albatta eng noxushi bo'lgan bu demak o'sha ajrashishlar soni ko'payib ketishiga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun men doim iltimos qilaman ayollarimizdan, qiz bolada demak shu turmushga chiqmagan qizlarimizda agar o'sha menstrual sikllarda o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta ginekolog shifokorga, endokrinologga vaqtida murojaat qilish kerak va tekshirtirgan holda kerakli bo'lgan chora-tadbirlarni ko'rib, buni oldini olishimiz kerak.